Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Manatdan 5 daqiqa loyihasini davom ettiramiz. Fuqarodan quyidagicha savol kelgan. Savol quyidagidan iborat. Menda B toifadagi haydovchilik guvohnomasi mavjud. Mendan yo'l patrul xizmati xodimlari A1 toifadagi avtotransport vositasini boshqarishim uchun A1 toifadagi guvohnomaga ega bo'lishimni yoki barcha toifalarga ega bo'lishim kerakligini aytishdi. Bo'lmasa jarima maydoni va haydovchilik guvohnomasi haydash bo'yicha jarima rasmiylashtirishini aytishdi. Lekin qonunda A1 toifali guvohnomani ABCD guvohnomaga ega bo'lgan haydovchilarga shart emasligi kiritilgan. Bu yerda yo'l patrul xizmati xodimi haqlimi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi 676-sonli qaroriga asosan ABCD toifadagi avtotransport vositalaridan birini boshqarish huquqini beruvchi milliy haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar A1 kichik toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sizda A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa ham, ya'ni B toifadagi haydovchilik guvohnomangiz bilan avtotransport vositasini, ya'ni skuterni boshqarish huquqiga egasiz. Bunday holatda yo'l patrul xizmati xodimining talabi noqonuniy. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.